Zenexpert o'ynayman, o'sha maqsad o'shanga pul tashlashab, pul yutaman degan maqsadda shu ish qilganman. Toshkentda onlayn qimor uchun Spark avtomobilini o'g'irlagan shaxs qo'lga olindi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida olib qochilgan Spark mashinasi Bektemir tumanida gumonlanuvchi bilan birga topildi. Bu haqida Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi avtomobilni egasining ruxsatisiz avtomobillar yuvish shoxobchasidan olib chiqib ketgan. Aniqlanishicha, gumonlanuvchi avtomobillar yuvish shoxobchasida ishlagan. U Spark mashinasini ehtiyot qismlarga ajratib sotish va undan tushgan mablag'ni onlayn qimor o'yinlariga tikish maqsadida o'g'irlaganini bildirgan. Zenexpert o'ynayman, o'sha maqsad o'shanga pul tashlashab, pul yutaman degan maqsadda shu ish qilganman. Maqsad so'yib sotish edi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv hamda zarur protsessual harakatlar olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Jinoyat kodeksining 267-moddasiga muvofiq transport vositasini olib qochish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agar ushbu jinoyat transport vositasini talon-taroj qilish maqsadida o'g'irlik yoki talonchilik yo'li bilan sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan.